Bu yoqda esa mana radiatorlarimiz qo'yilgan. To'kilib bola tashlash joyi. Kollektorimiz hali. Bu tepadagi radiatorlarda kollektorlar. Radiatorlardagi endi pastga endi to'kilib olamiz. Olib chiqamiz mana shu joyga. Bu yangicha sistema. Radiator bilan to'kilib oldi. Gradusini almashtirib beradi. Kirish asosiy mana kirishimiz kiryapti mana. Kirganda mana to'kilib oladi. Buni radiatorimiz 60 gradus bo'lsa, to'kilib olmasa pasaytirish imkoniyati bor. Nimaga? Qayta turgan apparatga mana kirish mana qaytga apparatgani bunga urganimizda suv aylanish sistemasi mana. Bunimiz esa bunga chiqadi. Shu holatda uni aylantirib beradi mana. Bu yoqdan esa podacha apparatga mana.